Ertalab vaqtli turib ishlarni qilayotgandim. Xo'jayinim bilan menga choy tayyorlab ber, ishga ketaman dedilar. Xo'p bo'ladi jonim dedim-da, xo'jayinimga choy tayyorlashga tushib ketdim. O'zi ham bu narsani qilish 2 soat o'ylab keyin qildim. Xo'jayinim yeydilarmi, yemaydilarmi deb. Lekin xo'jayinim mazza qilib yeb oldilar. Oyijonning betga suyoq atichkilar kelyotdi. Bitta to'g'ni olib kelib so'yib, to'g'ni oyog'idan bulyon solib qo'ydim. Endi yotib dam olamanmi dedim, poliklinikadan telefon qilishdi. Muslimaxon chiqib keting, sizni ko'rgimiz kelyapti deb, o'zi ham oxirgi payt meni rosa ko'rgili kelyapti deb chiqim kelmay chiqib keldim. Keyin yo'lda kelayotganimda bodring yegim kelib qoldi. Xo'jayinimga telefon qildim-da, bodring yegim kelyapti, kartamga pul tashlab yuboring desam, "Sen bir ko'chaga chiqmagan ekan" dedilar-da, kartamga pul tashlab berdilar. O'zi ham tuzlamachilarning tepasiga borib olib, hamma konteynerdan bitta-bitta yeb chiqdim. Keyin bitta konteynerda yoqib qoldi, o'shani yeb turdim. Tuzlamachining ko'zi chiqib ketdi. Hozir bu qiz yeb pulini bermay ketaveradi deb o'yladi. Положениеdaligimni tushundi. Keyin pulini berib yeb ketdim. O'rtog'im bilan ko'rishdik. O'rtog'im menga gumma bilan so'kov berdi. O'rtog'imga "Pasmisan, gumma bilan so'kavmi berasanmi" degim keldi. Lekin mayli, boriga baraka dedim-da, indamay yeyverdim. O'rtog'im bilan biznikida mazza qilib gaplashib o'tirdik. Oyijon kelgan, "Muslimaxon, medovga qilib berasizmi?" dedilar. Uyda asal bor dedilar. "Men sizga oyijon medovga qilib beraman, siz mazza qilib yeb olasiz" dedim-da, keyin medovga qilishga tushib ketdim. Keyin medovga qilayotganimda oyijonning dietadaliklari esimga tushib qoldi. Oyijon, siz dietadasiz desam, mayli, probaga ozgina yeyman deb bir talerka yevordilar. O'zi ham mana bir patnis medovga qilman. Keyin xo'jayinim zakaz qilgan shvabramni olib kelib berdilar. "Raspakovka qilasanmi?" dedilar. "Ha, hozir raspakovka qilaman, bo'shab oling" desam, xo'jayinim o'zlari raspakovka qilib tashadilar. Keyin men bu shvabrada mazza qilib bollarni artib oldim.